Salom, meni matematiklarim, salomatmisiz? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlarga asosiy eslatib o'tadiganim bu YouTube kanalimizga a'zo bo'ling, Instagram kanalimizga ham a'zo bo'lishni unutmang. Xo'p, yaqinlarga, tanishlarga darslarni yuborib qo'ying. Ilm izlashda biz bilan davom eting. Zulion bilim yo'lida birga yuramiz. Xo'p, demak, 2-sinf matematika 3-qism 49-bet, 7 hamda 8-misollar. 7-misolimiz 6 ta misoldan iborat. Taqqoslang. Oxirgi ikkitasi o'zingiz uchun ijodiy vazifa bo'ladi. Mana bu 4tasini birga bajaramiz. Demak, qani ketdik. 16 ni 2 ga bo'lsangiz kattami yoki 14 ni 7 ga bo'lganingizdagi chiqqan javob kattami? 16 ni 2 ga bo'lsak 8, 14 ni 7 ga bo'lsak 2. 8 kattami, 2 kattami? Albatta 8. Xo'p, 9 ni 3 ga bo'lsak 3, 12 ni 2 ga bo'lsak 6. Demak, 3 mi, 6 mi? 6 katta albatta. 8 ni 4 ga bo'lsak 2, 6 ni 3 ga bo'lsak 2. Ikkisi ham bir-biriga teng ekan. 7 kara 2 14, 2 kara 8 16. Demak, 16 katta ekan. Qolgan ikkita misol o'zingizga, demak, ijodiy vazifa o'quvchilar, juda ham oson. Keyingisi 18 ta kitobni tokchaga joylashdi. Har bir tokchada 9 tadan kitob bor. Demak, tokchamiz nechta degan savol berilyapti 8-masalada. Xo'p, 18 ta kitob bor o'zi. 18 ta kitob bor. Bitta tokchada, demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Keyingi tokchada ham demak 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. 1 2 3 4 7 8 9 ta kitob. Qarang, 18 tani 9 tasi mana bu joyga joylanibdi. Nechta qoladi? 9 ta. Qolgan 9 tasi mana bu joyga joylanibdi. Boshqa kitob qolgan yo'q. Demak, bizda nechta tokcha bor? 1 2 2 ta tokcha bor. Buning uchun biz 18 ni bo'lamiz 9 ga. 18 ni 9 ga bo'lsak 2 ta, ya'ni teng 2 ta tokchaga teng daniga kitob joylangan. Bunda ham 9, bunda ham 9 ta kitob joylangan. Demak, tokchalar soni 2 ta ekan. Keyingisi 8 ta o'quvchiga 2 tadan yangi kitob berildi. Ya'ni bitta o'quvchi, 2 ta o'quvchi, 3 ta o'quvchi, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta o'quvchiga 2 tadan yangi kitob berildi. Darslik berildi. Kitob mana. 2 tadan. Har biriga 2 tadan bersak, nechtadan kitob bergan, nechta kitobni tarqatib yuborgan bo'lamiz kutubxonadagi? Qarang, 2 2 2 2 2 2 2 hamda 2. Endi qo'shamiz. 2 4 6 8 10 12 14 16 ta kitob beribmiz. Hammasi bo'lib 16 ta. Bu degani 1 2 3 4 5 6 7 8 ta 2 ni bir-biriga qo'shib chiqsak ham bo'lar ekan yoki 8 ni 2 ga ko'paytirsak ham bo'lar ekan. 8 ni 2 ga ko'paytirsak 16. Bu degani mana shu 2 larni 8 tasini bir-biriga qo'shish degani. Tushundinglar-a? 8 kara 2 deb topib olsak bo'lar ekan. Ya'ni 8 ta o'quvchiga 2 tadan kitobni bergan bo'lsak, 16 ta kitobni tarqatib yuborgan bo'lar ekanmiz. Mana azizlar, demak, uyga vazifasini bajarib oldik. Doska skrinshot bo'lib sizlarga tashlab beriladi va siz videoni pauzaga qo'yib, bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, salomat bo'linglar.